Biz başta leksiyemizden başlaştığım burun, devamını başlaştığım burun deydik ki eğitimimizdeki vatandaşların biz başta işki üçlüğümde Avrupa İttifakı'dan Angliya'a çekiniş doğrusu sözleşken idik. Prezident Obama'nın bayanatı doğrusu da ve bunu tanıştırış şekilde silahı sözlegen idik. Endilikki makalemiz, yani leksiyemizden sözleydiğin leksiyemizden devamında kol. Avrupa İttifakı'da köp devletli 10 partiyeyle referendum ötküzüşünü talep kıldı. Mavzulu haber 6. ayının 24. günü Velvitor betide ilan kılındı. Haber mundak başlandı. Angliyanın Avrupa İttifakı'dan çekinip çıkışı için umumi halk bilet taşlap elip berişi Avrupa İttifakı'da yana kançı devletlerde 10 siyasi partiyle Avrupa İttifakı'dan çekiniş için referendum yoki umumi halk bilet tashlashni talab qilishdi. Fransiya Fuqarolar fronti rahbari Malen Lilong mundaq ko'rsatdi. Gollandiya shubhisizki Avrupa İttifakı'dan chekinib chiqish uchun referendum o'tkazmoqchi bo'ldi. İtaliya Şimali İttifak Partisi mundaq ko'rsatdi. Endi növbet bizga keldi. Angliya Avrupa İttifakı a'zo bo'lib 43 yil o'tgandan keyin referendum o'tkazib 48% ga qarshi 52% ovoz bilan g'alaba qilib Avrupa İttifakı'dan chekinib chiqishni qaror qildi. Quloqni og'ritadigan signal yetib keldi. Fransiya Fuqarolar frontining rahbari Malen Lilong nutq so'zlab mundaq ko'rsatdi. Bu erkinlikning g'alabasi. Biz köp yıllardan beri ta'kidlab keldik. Biz hozir yana boshqa Avrupa İttifakı a'zo davlatlar Angliyaga o'xshashla referendum o'tkazishi kerak deb hisoblaymiz. BBC Avrupa ishlar muharriri Katya Adli tahlil qilib mundaq ko'rsatdi. Hozir Avrupa İttifakı Avrupani bir gavdlashtirish masalasi bir gavdlashtirish musofasi masalasi 70 yil keyniga chekindirib o'tdi. Demak, Avrupa bir gavdalashmoqchi edi, bir tutash bo'lmoqchi edi. Shundaq bir vazifa, shundaq bir musofani Angliyaning Avrupadan chekinishi 70 yil keyniga tashlab o'tdi edi. O mundaq ko'rsatdi. Avrupa siyosatini kuzatgan ko'p yillardan beri hozirgi o'xshash butun Avropaning buncha ko'p gumonlanuvchilarga duch kelganligini azaldan ko'rib boqmagan ekanman. Avropada har qaysi davlatlardagi gumonlanuvchi siyosiy vozlar bu adabiyotli gumonizm emasmi vatandoshim? Adabiyotli gumonizm boshqa, ama siyosat sohasida gumonlanuvchilar bu boshqa gap. Gumonlanuvchi siyosat vozlar Angliyaning Avropadan chiqib ketishiga havas bilan qarab turishdi. Masalan, gumonlanuvchilar deganda nurg'un kishilar Avropa İttifakıning o'zidan gumonlanib turadi. Zodi qanday bo'ladi? Bu oxir qayerga bordi degan masalada gumonlanib turadi deydi. Bugun bular havas bilan qarab turishdi deydi. O mundaq dedi muxbir xonim, Bryussel eg'ir besim kayfiyatiga cho'mib qoldi. Angliyaning Avropa İttifakı'dan chiqib ketishini quloqni og'ritadigan bir signal bo'lib qoldi. Agahlandıramızki butkul Avrupa İttifakı endi hozirgi holatini davomlashtirolmaydi. Agahlandıramızki butkul Avrupa İttifakı endi hozirgi holatini davomlashtirolmaydi. Tahlilchilar mundaq ko'rsatdi. Avrupa İttifakı siyasi yolları Angliya yaratgan o'lgidan, ya'ni o'lga oladiganlar bo'lsa, Avrupa İttifakı siyasi yolları bugün Angliya yaratgan o'lgidan, ya'ni o'lga oladiganlar bo'lsa, butkul Avrupa İttifakıning mavjudligiga ta'sir ko'rsatadi deyishdi.